soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatishda mahallabay ishlash tizimining joriy etilishi jismoniy va yuridik shaxslarga qator qulayliklar yaratish barobarida soliqqa oid muammolarni mahallaning o'zida ijobiy hal etish imkonini bermoqda. Xususan, Navoiy viloyati Konimek tumanidagi Guliston mahallasiga biriktirilgan soliq inspeksiyasi xodimi Askar Konakov o'z hududida namunali faoliyat olib borib, mart oyi yakuni bilan 97.4% ish samaradorligiga erishdi. Sağlık tizimida 2001-yildan ishlab kelmoqdaman. Bugungi kunda biriktirilgan mahallada o'zini band qilish 67 ta bo'ldi. Shundan 3 tasini yasat sifatida ro'yxatdan o'tkazdim. Menga biriktirilgan hududda ushbu hududda 672 ta jismoniy mol-mulk va yer solig'i to'lovchilar, 42 ta yuridik shaxslar faoliyat yuritadi. O'tgan davr mobaynida 20 ta jismoniy va yuridik shaxslarga 412 million so'm kredit mablag'lari ajratildi. Mazkur amaliy ishlar natijasida 32 ta yangi ish o'rinlari tashkil etildi. 2025-yil mart oyida menga berilgan reja 88 million edi. Ushbu rejani men 105 millionga bajardim. Ya'ni 120% ga bajardim.